Xitoy qanday qilib aviamatkıga erişip dünyadaki en güçlü devletler qatarıga kiraligan. Xitoy Ukrainadan aviamatka qilib o'zgartib yasab chiqish uchun setib olgan Varyag nomli aviamatka 2000-yil 6-oyning 14-kuni Ukrainadan yo'lga chiqib, shu yili 6-oyning 17-kuni İstanbul bo'g'ziga yetib keladi. Turkiyaning shu vaqtdagi Dengiz ishlar ministri hurmatli Ramzan Mirzaoğlu Xitoyning bu aviamatkasining İstanbul bo'g'zini o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Hamda shu vaqtdagi bosh ministr Bülent Ecevitning aviamatkani o'tkazayotgan buyruqini rad qilgan. Shuningdan keyin Turkiya Xitoy o'rtasida jiddiy diplomatik krizis yuz bergan. Shuning bilan birga Dengiz ishlar ministri Ramzan Mirzaoğlu bilan bosh ministr Bülent Ecevit o'rtasidami keskin ziddiyat yuz bergan. Natijada Xitoyning Ukrainadan setib olgan bu aviamatkasi İstanbul bo'g'zini o'tolmay naq 1 yil 9 oy saqlashga majbur bo'lgan. Bundaqda bu aviamatkani İstanbul bo'g'zida o'tkazmay to'sib turganlar kimlar? Bu aviamatkaning qanday hikoyalari bor? Bu savollarning javobi qiziqsangiz, nazaringiz videoning davomida bo'lsin. Varyag aslida sobiq Sovet ittifoqining eng dastlabki urush paraxotining ismi. Keyin Yaponiya dengiz tavallikida cho'ktirib etilgan. Bu urush paraxotini aslash yuzasidan aviamatkaga bu ism berilgan. Asli ismi Riga edi. 1990-yili ismi Varyagga o'zgartirilgan. Varyag uzunligi 304 metr. Uchish uzunligi 300 metr, kengirligi 70,5 metr. Suv siqib chiqarish miqdori 59,000 tonna. Tezligi 30 knot. Taxminan 55 kilometr tezlikka teng. Bir qitimda eng yiroq bo'lganda 18 knot tezlik bilan 8000 dengiz mili yiroqqa bora oladi. Bir qitimlik dengizda mustaqil turish vaqti 15 kun. 2600 matros sig'di. Bu aviamatka 1985-yili 12-oyning 4-kuni sobiq Sovet ittifoqiga tava Ukrainaning Qora dengiz kema yasash shirkatida yasashga boshlangan. 1988-yili aviamatka gavdasi suvga tushirilgan. Bu aviamatkaning 68% bitgan bo'lib, to'liq bitishdan burun 1991-yil yil oxirida sobiq Sovet ittifoqi parchalangan. Aviamatka Ukraina tavallikida bo'lg'achqa, shundaqla bu aviamatkani bitirish uchun 2,5 milliard Amerika dollari ketadigan. Navada chub eski temir tesak o'rinda satsa, aran 500 ming Amerika dollariga yaraydigan bo'lg'achqa, mayli qandaqlik qilmasin ziyandan boshqa narsa emas edi. Shuning bilan Sovet ittifoqidan yangi parchalanib chiqqan, namratlikqa gadiniga chiqayotgan Nimijan Ukraina bu o'limtik aviamatkani setib, azroq bo'lsa-mu dardiga darmon qilishni o'ylashidi. Ukrainaning bu aviamatkani sotganlik xabari chiqish bilan taraf-tarafdan seta olmoqchi bo'lganlar chiqdi. Masalan, Fransiya setib olib dengiz usti aerodrom mehmonxonasi qilishni o'ylashgan bo'lsa-mu, yotoqlarning egizligi o'lchamga yetmay voz kechdi. Angliya bo'lsa bu aviamatkani dengiz usti turmasi qilishni o'ylashgan bo'lsa-mu, setib olish to'xtami imzolanib bo'lgandan keyin Ukrainaning to'xtamni bekor qilishi bilan bu ishmi sug'chilashgan. Garchi Ukraina bu o'limtikni setishni qaror qilgan bo'lsa-mu, lekin ayni vaqtda yangi mustaqil bo'lgan bo'lg'achqa, bundaq cho'ng bir narsa setib o'ziga avarchilik deb verishni xohlamaydi. Shunga Ukraina setishni rasmiy qaror qilganda buni davlatlarga sotmaydiganligini, cho'qim shaxsga sotilganligini e'lon qiladi. Bu jarayonda Harvardda toshqan tutilgan Xitoylarmi jim yotmaydi. Ular davlatga sotmaydigan, shaxsga sotilganligini uqqandan keyin darrov 17 yoshida harbiy safga ketilgan va armiyada 14 yil jon fidolik bilan xizmat qilgan. Keyin Shangang tijorat bilan shug'ullangan Xu Jinpingni topadi. Shuning bilan Xu Jinping Auminga berib 1998-yili 3-oyning 19-kuni Aumin Chongli shirkatini qurib chiqdi. Aviamatkani bo'lsa setib olib qimmarxona, mehmonxona, diskoxona bir gavdashtirilgan dunyoning eng cho'ng suv usti ko'ngil etish o'rni qilib qurib chiqishdan iborat yolg'on bilan aviamatkani setib olish uchun 1998-yili Ukrainaga qarab otlanadi. U yerga berib Xitoylarning almasaqdan buyon qo'llanib kelgan sohib Jamol hilisi, vodkaga chilab, mas qilib ma'qul keltirish hilisi qatorliq barliq hillarni ishga soladi. Shuning bilan aviamatkaning bahasi 18 million bo'ladi. Lekin Ukraina taraf chertyojni bermaydiganligini aytadi. Qanday qilganligi hammamizga ma'lum xil usul bilan aldab sipab yurib, chertyoj bo'lmasa aviamatkani pachat dibaxona qilg'ili bo'lmaydiganligini bahona ko'rsatib, chertyoj bilan 20 millionga setib oldi. Setib olish to'xtami imzolangandan keyin shu Xitoy asli abtibashirisini oshkorlab, aviamatka olish uchun Huaxia bankasi tomonidan nomda qarz hisobida berilgan pulga Shangangning baylar rayonidan isildachidan birini setib oladi. Shuning bilan pul vaqtida yetib bormay, Ukraina tarafi hatto to'xtamni bekor qilishga yetib bordi. Natijada boshqa bir Xitoy ismi Dayu o'tirg'a tushib, qolgan pullarni berib, bu ishni qutqizib qoladi. 300 ming parcha chertyoj, 20 tonna eg'irlikda. Bu materiallar Xitoyning aviamatka taraqqiyotini eng az 20 yil ilgari surdi. Xitoy hukumatiga 200 milliard dollar pul tejab berdi. Boshqa kerakli materiallar bo'lib
jami 40 tonna chertyoj va material 8 yuk mashinasi bilan Kividan aeroplan bilan Xitoyga elib ketiladi. Xo'sh, ayni vaqtda bu ishga cho'ng davlatlarning inkosi qanday bo'lgan? Amerika Xitoyning bu aviamatkaga erishishni xohlamaydi. Shunlashqa Turkiyaga Montreux kelishimnomasini xotirladi. Bu kelishimga asosan Varyag İstanbul bo'g'ozidan o'tsa bo'lmaydi. Moskva bo'lsa bu ishga ko'zini yumdi degandan ko'ra baxo'sh bo'ldi deganimiz bekaraq to'g'ri bo'lishi mumkin. Amerika qarshi pishki o'rinda ishlatiladigan Xitoyning aviamatkaga ega bo'lishi Moskvaga nisbatan foydali edi. Muhammed Tursun akimiz yazgan Vatansizlik, Qadrsizlik nomli kitobida bu ishlar to'g'riliq tafsiliy ma'lumot berilgan bo'lib, kitobda shu vaqtdagi Dengiz ishlar ministri Ramzan Mirzao'g'li bilan nihoyat qiyinchilik ichida Uyg'urlarimizdan Mahmud Fidoyi va Muhammed Tursun qatorliq 6 kishi qo'ldan keladigan eng cho'ng tirishchilikni ko'rsatib, shu vaqtdagi Dengiz ishlar ministri bilan ko'rishdi. Xitoylarning bu narsani apirib aslo deganidek divaxona va yoki diskoxona qilmaydiganligini, apirib o'zgartib, to'liqlab yasab, aviamatka qilib olganligini, shunga Xitoyning bu razil niyatiga yetkazishga qat'iy bo'lmaydiganligini aytib tushuntirdi. Natijada 2000-yili 6-oyning 14-kuni yo'lga chiqqan aviamatka 17-kuni İstanbul bo'g'oziga yetib keldi. Dengiz ishlar ministri İstanbul bo'g'oziga yetib kelgan aviamatkani bundaq cho'ng narsani so'ragidek paraxtimiz yo'q degandek bahonalar bilan qaytarib yetdi. Kitobda yana Ramzan Mirzao'g'lining bu ishda ching turib aviamatkani o'tkazmaganligini, ayni chaqdagi Xitoy bosh elchisi Yao Guangyining ayni chaqdagi Turkiyaning yuqori darajalik amaldorlari orqali bosh ministr Ajivatga xizmat ishlaydi. Ajivat Ramzan Mirzao'g'li buyruq tushirgan bo'lsa-mu, buyruqni rad qiladi. Shuning bilan Ajivat o'zining bosh ministerlik huquqidan foydalanib, Mirzao'g'lining huquqini o'tkazib olib, aviamatkani o'tkazib etdi. Amaliyotda o'tkazish jarayoni hech oson bo'lmagan. Xitoylar qo'yilgan shartlar tovandik. Xitoylarga 24 lik shart qo'yilgan bo'lib, ulardan biri aviamatkani 7 so'rash paraxuti bilan so'rash, 11 zapas so'rash paraxuti ehtiyot uchun taqtirish, tartib saqlashga 20 paraxut mas'ul bo'lish, paraxutlarga cho'qim Turkiyaning antenasini bekitish, hamma chiroqni yondirish, hadis chiqib qolsa to'lam to'lish uchun ehtiyot yuzidan 1 milliard Amerika dollari pulni rayoniga qo'yish. Bu pul Turkiya xazinasida 2 yil turish talab qilingan bo'lsa-mu, Gretsiyaning arg'i tushib kepil bo'lib yarashtirishi, Xitoylarning yiliga Turkiyaga 2,5 million sayohatchi kelish yolg'onlari bilan Turkiyani tikoga dasitib ketgan. İstanbul bo'g'ozidan 5 soat 55 minutda o'tgan. Aviamatka Ege dengizining Gretsiyaga tava joyida aviamatka qor quyunining ta'sirida kontrollikni yo'qotib voqeaga uchragan. Misrga yetib borgandan keyin Misr aviamatkaning Suvaysh qonunidan o'tishiga ruxsat qilmagan. Shuning bilan amalsiz yo'nalishni o'zgartirib, Afrikadagi Umid tumshug'i orqali Xitoyga qarab yo'lga chiqqan. 96-yili setilish plani tuzilib, 98-yili setilish huquqiga erishib, 99-yil 10-oyning 24-kuni rasmiy setilish to'xtami imzolanib, 2002-yili 3-oyning 3-kuni 8 yillik agri to'qay jarayonini besib o'tgandan keyin Varyag nomli aviamatka Dalian portiga yetib bordi. Tantana bilan kutib olindi. 14 yillik o'zgartib yasashdan keyin 2012-yili 9-oyning 25-kuni oxiri g'albilik holda Liaoning nomli aviamatka bo'lib, Xitoy Xalq ozodlik armiyasiga shu vaqtdagi Xitoy raisi Xojintavning bevosita qatnashishi bilan dag'dug'liq holda topshirib berildi. Shuning bilan 1960 matros, 24 tik uchar, 26 kurashchi aeroplanni elib yura oladigan bir aviamatkaga aylandi. Xitoymi dunyodagi sanoqli aviamatkasi bor darajadan tashqari davlatlar qatoridan o'rin oldi. Bu voqeaning ta'siri Xitoyda nihoyat cho'ng bo'lgan. Garchi Turkiya nihoyat cho'ng strategiyalik xatolik o'tkazib, Xitoylarni aviamatkalik qilib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Turkiyaning Uyg'urlarning tirishchanligi sababli 1 yil 9 oy saqlatib etishi, 1 milliard dollar pulni ra'ni talab qilishi Xitoylarning ichiga o'tib ketgan. Bu alamni qat'iy unuta olmagan. Bu qatim Turkiyada yatarish afti yuz berganda Xitoylar yana bu ishni til qilib, "Xo'p bo'pti, bilan bo'ldi. Bizning Varyag'ini o'tkil qo'ymagan, bizdan milliard dollar talab qilgan dushman Turkiya yordam qilmasi kerak" degandek inkaslar bo'lgan. Hatto Turkiyada yer tevrab insonlar xaroba ostida jon talashayotganda Xitoy sotsial medialarda Turkiyadagi yer tevrash va Varyag degan so'zlar qiziq nuqta bo'lgan. Turklarni tilga olg'usi so'zlar bilan tillagan. Qiziq qalla xalqlik so'zlarni izlab kirib ko'rib baqsanglar bo'ldi. Bu ish Xitoyning darajadan tashqari davlat bo'lishida halqiliq rol o'ynagan bo'lsa, Turkiyaning ayni vaqtda qo'lidagi ko'rizdan yaxshi foydalana olmay pushaymon qilishiga sabab bo'lgan. Uyg'urlarga nisbatan aytganda, garchi Varyag'ni to'sib qola olmagan yoki Muhammed Tursun akamiz kitobida aytgandek biror cho'ng Uyg'ur boy chiqib bu Varyag'ni setib olmagan bo'lsa-mu, lekin Xitoyga g'oyat zo'r iqtisodiy ziyon elib kelgan. Chunki Varyag bo'g'ozda turgan har bir kun uchun kunligiga 8500 dollardan Gollandiya shirkatiga to'lashga majbur bo'lgan. Ukraina portiga bo'lsa boshqarish haqi uchun
oyliqiga 17 ming dollar to'lagan. Shundaq bo'lganda Xitoyga elib kelgan moddiy ziyon 5 million 712 ming dollar bo'lgan. Shuning bilan 20 millionga aviamatkini boshqa barliq chiqimlar bo'lib, jami 50 millionga to'xtab ketgan. Shunlashqa bu Uyg'urlarning chet eldagi elib borgan siyosiy harakatlari ichida nihoyatda yaxshi unum bergan voqealarning biri bo'lib hisoblandi. Garchi bu qitimqi savdo eshkidan to'qimi qimmat bo'lgan, Xi Jinping aviamatka ol degan pulga dachilib olgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı Xi Jinpingning aviamatka sotib olish jarayonida ko'rsatgan tuhfatlar sababli 2013-yili uni xalq qurultiyi vakili qilgan. Markazdagi doimiy hay'atlardan rahmat lavhalari topshirib olgan. Xitoy xalqi bo'lsa bu ish sababli hali ham Turkiya hukumatı va gunohsiz Turkiya xalqidan nafratlandi. Men bu materiallarni ko'rish jarayonida Uyg'urlarimizning Xitoyga elib kelgan iqtisodiy ziyonning bunchalar yuqori ekanligini ko'rib qattiq xush bo'ldim. Hayajonlandim. Ishonamanki, bu ishni ro'yobga chiqargan qarindoshlarimizning o'zimi balkim Xitoyga bunchalar ziyon selayotganligini hozir bilayotgan bo'lish ehtimolligi yuqori. Ko'rib bilishga bo'ldiki, qilayotgan ishlarimizni oddiy chaqlamasligimiz kerak. Barcha imkoniyatlarni sinasak, Alloh ishlarimizni osonlashtirib, bizni dushmanimizga qaqshatqich zarba berish imkoniyatiga ega qiladi. Shuning bilan Varya haqida so'zlab beradiganlarimiz mushuning bilan oyoqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz, texnik ko'p kishilarning ko'rish uchun yoqtirishni besang, ham bahrlab qo'ying. Kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi mazmunlar texnik sarxil.